charchaganda ko'chaga tomosha qilib maza ozgina kayfiyat yoziladi-da. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, hurmatli obunachilar? Bugun biz 3 xonali uyni obzor qilib ko'rsamiz. Orientirimiz eski bivshiy glamur Nukus ko'chada joylashgan katta yo'lning yuzi. Bitta e'tiboringizni qaratib o'tsangiz bo'ladi. Juda ham lokatsiya ideal joyda joylashgan. Bu xonadonimiz srochni sotilyapti. Narx-navo bo'yicha oxirida aytib o'taman. 3 xona 75 kvadrat frantsuzskiy planirovka bo'ladi. Zalni ko'ryapsizlar, zalimizda hamma narsa mujassam, mebel, texnika, hamma narsasi bor. Bu yerda esa televizorimiz ham o'rnatib qo'yilgan. Bu uyimizning eng qulayli tomoni hamma xonamiz alohida o'zbekona razdelli. Kirish qismi mana bu joydan boshlanadi. Bu yerda stron shkaflar o'rnatilgan. Bu yerda bemalol oyoq kiyim narsalaringizni so'mka-po'mka qo'yishingiz bo'ladi. Bu yerda gullarimiz, живой bu gulimiz. Xo'p, bu yerda esa sanuzilimiz joylashgan. Hammom tualeti alohida. Juda ham ideal remont qilingan, tayyor, patkuluvchi hech kim yashamagan. Bu yoq esa oshxona qismi bo'ladi. Oshxonada 4 tala o'tiradigan zonamiz, texnikalarimiz hammasi Hoffman qilingan. Ko'rasizlar, bu yerda kattagina prostorniy oshxonamiz, bu yerda esa xolodilnigimiz joylashgan. Bu yerda ham kattagina o'zini oynasiga ega bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin, ko'chamiz juda ham zo'r. Lokatsiya juda ham zo'r joyda joylashgan, hurmatli obunachilar. Bu joyimiz, etajimiz 4-etajda joylashgan. 72 kvadrat metr. Bu yerda esa sanuzilimiz joylashgan. Hammom, vanna qilingan, kafellarga e'tibor bersangiz bo'ladi. Juda ham chiroyli kafellar o'rnatib qo'yishgan. Mana bu joylarimizga esa bemalol dekorlar terib, uyimizga yanada jilo bersangiz bo'ladi, nur bersangiz bo'ladi. Bu esa bolalar yotoqxonasi. Bolalar yotoqxonasi bittali karavat va o'zining chiroyligina mini chiroyli shkafchasi bor. Bu uyimiz etaji 4, o'rtada joylashgan, tartsovoy emas. Bu spalniy qismimizda konditsioner, shkaf, divan, pivan, gilam hamma narsa bor. Faqat sizdan kerak bo'ladigan narsa soqqa, mebel, adyol, tajol, tam простыни подзянiylar qo'yasiz va ozgincha idishda olib kelib qolsangiz bo'ldi. Faqat shular kerak uyga va sizni kutib turibdi bu xonadonimizda. Bu uyimizdan narxiga keladigan bo'lsa, 152 ming startoviy, ozgincha sunnatiga o'tib beramiz, o'lgirib qolinglar. Bu narxda, bu lokatsiyada bunaqa uylar juda ham kam, hurmatli obunachilar. Yana to'liq ma'lumotni telefon orqali tirsalatib o'rasiz. Qizartirib, bitta lashan qizartirib qo'ysangiz biz juda ham xursand bo'lamiz. Hammalarni yaxshi ko'raman, jonlaringiz sog' bo'lsin, sog' salomat bo'linglar. Xayr.